Salom dangasalar, dangasa desam xafa bo'lmang, chunki siz 80 gradus issiqda Registonga kelmaysiz-da menga o'xshab. Bugun avtobusdan tushib, shundoq Registonga kirsam, muzdek ob-havo meni kutib oldi. Keyin opalar bilan sanoqlik qilib, darsim qaysi xonada bo'lishini so'rab oldim. Ikkinchi etajga ham bir amallab chiqib oldim. O'tgan darsga kelmaganligim uchun teacher aytgan narsalarni ko'p ham tushunmadim. Lekin mayli, yaxshiyam baxtimga support teacherlar bor ekan. Bitta iltimos qildim, miyamni ochib ichiga solib qo'ydi. Keyin vazifalarimni tayyorlab o'tirdim, suv ichkim kelib qoldi. Bu yerda kunlarning reklamasi bo'lishi mumkin edi, lekin afsus, ular menga bu uchun pul to'lashmagan. Ha, mayli-da. Keyin opalarim bilan xayrlashib uyga ravona bo'ldim. Ha, ravona deganda bizni Ravonakda yangi kids filialimiz ochilyapti. U yer ham barcha zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib, farzandingiz ta'lim olishi uchun barcha qulayliklar mavjud. Xullas, bu yoz mening kunlarim Registon bilan shunaqa o'tdi.